Aynan sizni ikki xonali yuzlab yurgan tanishingiz bor. Yangi bozor atrofi So'mni yo'lidan juda ham zo'r lokatsiyadan ikki xonali 3-qavatdan 4 qavatli domning 3-qavatidan uy topib qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Yevro remont qilingan, yevro montajlar qilingan, hamma narsasi yaxshi holatda. Eshiklarigacha almashgan, bu yerga oynalar qo'yilgan va birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, oshxonamiz joylashgan. Sanuzellari bitta joyda joylashgan bo'ladi. Ariston bak, hamma narsasi kafillari terilgan va duh konturli kotellar o'rnatilgan. Hamma narsasi xolodilnik ko'rgan narsalaringizda hammasi qoladigan. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin, duh konturli kotellar bor. Hamma narsasi yaxshi holatdagi uyimiz sotuvda. Xonalarni ko'rsatadigan bo'lsak, bu tarafda birinchi xonamiz, shkaf, hamma narsasi qoladi deyishmoqda. Bu tarafda esa ikkinchi xonamiz, konditsionerlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Mana shu xonadonimiz sotuvda, kimni qiziqtirsa bemalol kelib ko'rib olishlari mumkin. Bu yerda balkonchasi ham bor ekan, narsa-parsa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma sharoitlari qilingan bu xonadonimiz narxiga keladigan narxini oxirgi narxi 415 million so'mga kimni yuragursa kelib bosib yersa bo'ladigan joydan.